Shu desangiz, sizga bir gap aytmoqchiman. Qanday aytishni bilmayapman-da. Menga yoqib qolgansiz. Sizni yaxshi ko'raman. Deb qo'lingizmi? Voy, men yangingiz bo'laman. Achingizni xotirla. Uyalmaysizmi? Mirishkorda xuddi shunga o'xshash voqea sodir bo'ldi. 31 yoshli erkak o'z yangasiga shilqimlik qildi. Ma'lum bo'lishicha, 1994-yilda tug'ilgan erkak joriy yilning 2-noyabr kuni Mirishkor tumani Nurafshon mahallasida yashaydigan akasining xonadoniga borib, yangasiga turli takliflarni bildirib, behayolik qiladi. Bu ham yetmagandagi erkak yangasiga telefon orqali turli SMS'lar yuboradi. Mazkur holatni jinoyat ishlari bo'yicha Mirishkor tumani sudi ko'rib chiqdi. Xo'sh, shilqim erkakka qanday chora ko'riladi? Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topildi va unga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Mirishkor tuman sudining qarori bilan 4 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bu kabi behayolik va qabihlikning jazosi qamoq. Endi erkak qilgan qilmishiga panjara ortida javob beradi.